سلام و درود دوستان عزیز ما. بابای عبدالغفور مهمانان از خود جمهوری ازبکستان برآورده من متخصصه عظیم جان کو دوی میگن که عظیم جان گفته اما کارتی فوتبال کی سفید گیم عظیم جان کو اومده هستن میخوام تخمیشون ببینن که مثال تربوز گیگانت چگونه شده است در دهخانی بابای عبدالغفور. واقعا من این کنیسترشون تگیبای مونده است، لیکن ریزش هم خوب است ماشاءالله. واقعا همین تخمی ها رو همین اپی عظیم جان برای بابای عبدالغفور آوردگی بدیم. تربوزی گیگانت واقعیشه نشان داده ایستادم. اینا همشون متخصص از جمهوری ازبکستان. Mana biz Tojikistondamiz. Xudo xolasa dalay kelganmiz. Qovun dalasiga obuna bo'l. جان هر یک متخصص اومدن نگاه کرده است که دیدن که بابای عبدالغفور چیکار کردن در این زمین شما. هر یک چند دست چند چیزی در کارش نوار کرده است بابای عبدالغفور. چون بابای عبدالغفور واقعا دهخانی اصیل است. من دوی میگم دهخانی اصیله چون متخصص خوبه در همین ساحه خود دوستان. او ana عظیم جان کوتا Ana bir gapiradi. Jasurбек. Oldu tarvuz ne o خربوزه ببین. انا برادر مهمونی ما از جمهوری ازبکستان عظیم جان شف تربوز گیگاندن همین اول تربوز هم سیام کنید ان شاء الله. گپرینگی قanaqa qovun zo'rmi? Qovun zo'r. Obunot nomer 1 bo'libdi. Hosildorligi, palakisini ham yaxshi ekan. Palaka zo'rmi? Palagi zo'r. Sorti ham yaxshi ekan. To'rlik. Bir xilanta qovun. Bir xil. Shakli bir xil. Bir 6-7 kilo bor. Bo'ldi. Ko'rishdim qolganim. Biz تعریف کرده است. این کی میگه ساستانی خربوز نقص رنگش هم تور بندش هم خیلی عالی بهترین در یک Bo'ldi. Xo'p aka. ای خوب است. Tarvuz video qilishimiz kerak. qovun keyin tarvuzga boramiz. O narigi tarvuz bor-ku azim. Ha, o'sha tomondan qilamiz. Mana ayting. Qovun zo'r. O'zbekistonda ham bunaqa qovun yo'q. Mana qovun mana necha kilo chiqadi azim jon mana bu? Men bular 15 kilo chiqadi. 10 kilo, примерно 15 kilo chiqmaydi, 10 kiloga tortadi. Men bular esa 7 kiloda. 7 kiloda qovunlar. Lekin qovun вообще konkret. Вообще moshni hozir so'yamiz. Mazasini ham ko'ramiz bu qovunda. Xudo xolasa. Tojikiston Respublikasiga o'zimizning mahalliy obunot qovun urug'ini berganmiz. Shuni hosil natijasiga keldik. Assalomu alaykum. Dehqon aka, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Tojikiston Respublikasimiz Xayr tumaniga turibmiz. Bir Sagdiski oblasti Masjid tumani 1-uchastka. Zarafshon nimasi? Hozir bu qovunni terdingizlarmi aka? Ha, Hosildan. 3 marta tergan. 3 marta. Ha. Hosillari juda ham yaxshi. Mana to'rlik, chiroyli. Kengash o'rinlarda kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Necha kilodan necha kilogacha bo'lgan?
Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana biz hozir Tojikiston Respublikasiga tashrif buyurganmiz. Dehqon akamizga Ekoset firmasini gigant navli tarvuzdan bergandik. Mana hosili hozir. Mana uch-turishdan ketma-ketlikda misol uchun maydasi yo'q, aralashmaganda hammasi hosilda где-то 12-14 kilo atrofidagi hosillar. Kimga mana shu urug'dan kerak bo'ladigan bo'lsa, ne только respublika bo'yicha qo'shni davlatlarga ham dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana dehqon akamizga berganmiz akamizga. E'tiborlar uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana biz bugun Tojikiston Respublikasiga tashrif buyurganmiz. Dehqon akamizga, Abdug'ofur akamizga tarvuz urug'lar, qovun urug'lar bergandik. Shuni hozir hosillar tayyor bo'lgan ekan, shuni syomka jarayoniga tashrif buyurganmiz. Abdug'ofur aka, hozir mana Tojikistonga 2 soat bo'ldi kirib kelganimizga. Tojikistonda qaysi joyi bu yer? Viloyat, tuman deyiladi-ku. So'x viloyati Maschoq rayon, Zarafshon kolxozi. Zarafshon kolxozi. Bizdan shu bir necha oy oldin tarvuz olgandingiz. Hozir mana ko'ryapmiz hududlaringizda, misol uchun bir qancha tarvuz ekilgan joylarni o'zingiz ham ko'rsatdingiz. Mana shu hozir tarvuzni ekilganidan boshlab hozirga bo'lgan vaqtgacha, misol uchun tarvuzni ustunlik tomonlari, kamchilik tomonlari, keyin misol uchun bizlar dehqonlar kuzatishadi-da, olsa bo'ladimi, arziydimi, arzamaydimi, shuni bir xarakteristika bersangiz. Bu tarvuz zo'r tarvuz. Bu prosta havo bor-ku, issiq keldi. Bu tarvuz 20 kilodan oshiradi agar havo normal bo'lsa, normal qilib. Prosta havo issiq keldi, reski palak tashadi. Lekin bu tarvuz gigant, mana bu zo'r, urug'i gap yo'q urug'i. Urug' eng zo'r urug' shu. Bu yerda Tojikistonda pashtundoq tarvuz yo'q hech joyda hozir. Любой joyga borsangiz topmaysiz moqtani. Bemalol ayta olasiz. Bemalol men garanti 100% beraman. Xohlasangiz hozir bittasini taroziga qo'yamiz, suyamiz, ichi mazza, o'zingiz baho berasiz. Xudo xolisa saltirib so'yamiz. Qarang, keyin hozir Tojikiston bu joylar muammo ko'proq suvda ekan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Suv kamroq muammo. Misol uchun men suvsizlikka hamma suvni suyadi, suvni yaxshi ko'radi tarvuzni. Tarvuz yaxshi. Endi bu misol uchun suvsizlikka sal chidash yaxshiroqmi yo boshqa tarvuzlar bilan bir xilmi? Bu tarvuz вообще men suv kam bergan shu tarvuz. Bu yerda 5 marta suv bergan shu tarvuzni. 5 marta 3 soat, 4 soat suv bergan. Bitta dehqon keldi, u ham zo'r dehqon. Yoshi o'tgan, 70 dan o'tgan. U aytdiki, tarvuzga suv kerak dedi. Yana suv qo'ydi, katta bo'ladi dedi. Uje keyin aytdiki, suv qo'yasan, tarvuz 25 kilo bo'ladi. Men aytishab qilaman dedi odam. Ha, kamgina suv problema bo'ldi, keyinki hammasi yaxshi bo'lyapti. Suv keldi, mana suv bergan, 3 kun bo'ldi, mana ko'ryapsizmi, suv berdik. Suv ham yaxshi bo'ldi, mana tarvuzlar hol ko'ryapsizmi, shunaqa bo'ldi tarvuzlar. Bilmadim necha kilo chiqadi, hozir bittasini qo'yamiz tarvuzga. Endi yana bir savol. Bizda misol uchun Tojikistonda juda ko'p dehqonlarimiz bor-da. Mana bir necha o'nlab emas, bir necha yuzlab dehqonlar bizdan urug' olishadi. Endi niyatimiz keyingi yilga shuni bir necha ming misol uchun kishiga yetkazish. Sababi yaxshi urug'ni dehqonlarga tavsiya qilib sotsak, keyingi yil misol uchun bitta dehqon 5 ta olib keladi, 5 ta dehqon 30 ta olib keladi. Juda ko'p dehqonlar misol uchun mana har xil tarvuzlar olishadi-da. Turlari ko'p, bilasiz, misol uchun firmalari ko'p, turlari ko'p. Men dehqonlarga ko'piga hayron bo'laman-da. Ichida misol uchun $30, 35, 40 dollarli tarvuzlar bor. Endi juda ko'p misol uchun navlarini aytyapman. Men dehqonlarga misol uchun bemalol, misol uchun 1 so'm 2 so'm pulidan qochmasdan yoki misol uchun masofa chegaragacha misol uchun dastavka qilsak bo'ladi. Toshkentgacha 120 kilometr chiqadi. O'sha 120 kilometr masofadan qochmasdan bemalol olsa bo'ladigan narsami yo hozir sizga so'raganim, misol uchun $30, 40 dollar tarvuzlar ham bor-da. Men dehqonlarga ko'p tushuntiraman, soatlab tushuntiramiz. Aka, gap u misol uchun ustidagi 1 so'm 2 so'm pulidami, farqidami? Maslahat berasiz. Prosta sizlarda bor-ku, urug'lar zo'r bor. Nasko bor-ku, Nasko ham zo'r. Nasko, Emerald, shu gigant, zo'ri gigant.
این زور گیگانت bu tarvuz yaxshi yer bo'lsa bu tarvuz men garanti beraman bu 20 kilodan oshiradi u tarvuz suv normalniy bo'lsa agar yeri zo'r bo'lsa dehqon qarasa u tarvuz 20 kilodan oshiradi. Orqayizdagini o'zib ko'rsating qani? Tushunmadim. Orqayizdagini o'zib ko'rsating qani? Mana O'zingiz ko'rsating qani, ko'tarib ko'ring qani to'g'ri, necha kilogram? O'zing shu bu. Tushunamizmi shuni? boshdan boshlasa. Bitta tarozi ham bormidi? Durnashniki surxayin jigar. Oh, maşallah. Oh, mana Maşallah, maşallah. ichi zo'r. Behtarin navi jigar tarvuz. o'xshaydi u. Ana so'sliligini qaranglar. Mana suv. Mana suv. Yana Eng zo'r tarvuz. Bu o'zbek tarvuzidan ham zo'r bu. Mana dehqonlar ko'p beradigan savollardan mana eng standart misol uchun tarvuzni qalinligi, yupqaligi deydi-ku, qalin po'cha, yupqa po'cha. Mana bir bo'g'in eng ideal o'sha o'lcham hisoblanadi. Qalinligi. Bundan yupqasi berib bizlar bitta mazasini ko'raylikchi. Ana yana ko'rsalaringiz, misol uchun mana tomirlar yo'q-da. Ana bir xillar bo'ladi, tomirlab ketadi. Hech qayerda yo'q. خلاصه دوستان عزیز ما این متخصص تخم فروش گیم در اینجا همین ترمز میخواهند که در سالهای آینده برای هر یک دهقان تاجیکستانی میتونن تا در این گارانتی اویبک هم اگر زکات کنید رقمشون من در زیر نمود میگذارم میتونید به ملال زنگ زنید در سالهای آینده برای شما از همین اوراق‌های تربوز گویم در همین دانه‌های تربوز برای شما دستافکی هم کرده میارم. خلاصه من پرسیدم اینا تا داره همین اویبک هم اگر یک خیلی دیگه که من پاسپورت ندارم جمهوری ازبکستان بودم یا که راه نمیدونم این یگان خیلی معمول نیست برای اینها واقعا میخوان که مردم یک تخمی خوبه گیرده مثلا حاضر گفتن در همون رفتی گپاشون که مثلا 10 گکتر نکاره 8 گکتر با صفت کار گنده حالتش خیلی خوب مهمون ها گویم از همین تخمی آورده شدشون خیلی وای هستن mana Azimjon bo'lib aytgan mazza ana Azimjon gapiring mazasi qanaqa Mazasi konkret. بهترین Bemalol olishinglar mumkin, tavsiya qilamiz. خلاصه tavsiya دادیستن عظیم اکا که همین واقعا تربوز خوب است در سالهای آینده حتما زکات میکنید خلاصه یا با وی عبدالغفار مراجعت میکنید یا که رقماشو من در زیر نوارم میگذارم حتما زنگ میزنید تخمای اعلی صفته برای شما آورده میرسن تا در دروازه o'zbekiston Azimjon bitta savol sizga tarvuz o'zbek tarvuzi ro'shinligi bu Yo bu shirin ancha zo'r mazasi. deydi baho deydi eme odam bo'ldi degan man ne ana odam میگه tarvuz o'zbek shirinani tarvuz خونه جگر مرحمت چیزی با هم اکوله گفتگیشون خدا خواهد تا پگره انشالله این تربوز همش زیری همه سری پای میفرم بهترین خیلی خدا نگهدار شما Konkret chempion. چمپیون تربوز نمی odam xudosh Shabron 10 kilo 12 kilo aylangan endi. Bundan ortiq endi aylanish ilojisi yo'q-da. Upakovkasiga necha mingta urug' ekan? upakovka 11 mingta oshqiroq 11 mingta Biz Qashqadaryoga bir klientimizga berganimizga 13700 ta. 13700 ta urug' chiqdi. Chunki bu mayda urug', onali urug'. Onali urug'. urug'i mayda просто biz sanagani yo'q. Buni bitta odam sanadi. Короче 12 ming dedi. Buni eng qulaylik tomonlari unushudiring urg'imchi kasallikka qarshi emlangan. برزیدی میگه یکی از همین فایده‌اش این است که در این تخم برای همین تورتننگ نزدن مخصوص همون خیمیکاتو کردگی است که yorilib ketish darajasi juda ham kam, yo'q desa ham bo'ladi. این خنمه کفن میگن فهمیده این رنگ بعد تربوزا بتون نمی کفن میگن خیلی کمه بیاش خلاصه Mayli. Pastga boramiz. Trozerga biram خلاصه سویبه یکی همین دانه ها را
برای بابا عبدالغفور پیشنهاد کرده بودن دوالین هستن از همین نشع و نمای تربوز و همین خصوصیش گفتن که این در برزید تورتنک و خیلی گم نه اکم همه کنیسر گفتن اخرت مهمان کنیسر عدل زمین گرفتن خیلی گم نه Ya keyingisi ham bor-ku, keyingini. Yo, u palak emas, bu palak o'zi 3 ta beribdi ekan. Shunday 3 tasini Bitta o'zasidan. 4 tarbiz bo'lmadim. 1 2 3 4. Yo, 3 tasini o'zinglar, bittasi ko'rib metr o'tsin. 3 tasini o'zinglarda, 3 tasini tovaziga qo'yamiz. Besim shunday aytasizlar, chempion bo'ladi. Bu 2 kilo ekan. Bu kam. 15 kilo. Ko'ryapsiz-ku. Bo'ldi. Men maqtamayman, просто sizlar ko'ryapsiz. Mana tarozi. Ana haqqoniy bo'lishdan dehqonlar ko'radi-da mana bu polyaning ichida tarvuzlarni misol uchun bir ochib ko'rsataylik dehqonlarga. Mana misol uchun uzilmagan hol. Mana taxminan 14-15 kilolar bo'ladi. Mana buni hozir o'lchadik 15 kilodan oshiq. Mana keling. هر یک شد نشون داده bu رفتن گره با عبدالغفور Mana mana. Bak anaqalarni ichida. Mana mana. دوستان توصیه میدیم برای شما همین نمودی تربوزه در سالهای آینده حتما با بابا عبدالغفور یا اینکه به رقمی که من زوخت میگذارم شما زنگ میزنید زکاز میدید دوستان Endi bitta anaqasi bir o'lchab ko'rsak, tarozi bor-ku. Mana tarozi. Mana shunisi. ماشاءالله Meni 15 kilolar bor. Tarozi mana bu yerga qo'yib Yo, yuboraman. qo'yishga salqinga. Salqinga qo'y. Salqinda ko'rinadi. 14 kilo ekan, 13 kilo. Ana o'rta hisobda 12 kilo, 14 kilo, 15 به حساب میانه 18. به حساب میانه میگن که 14 15 هم خیلی خلاصه امسال یک کمی گرمی Kelayga آمده dalaga. Hep korgi biyo. Aka, hozir men bu 5 marta suv berdim dedingiz, Ha, to'g'rimi? 5 marta. Qancha kilogramm mineral o'g'itlar berdingiz? Bu yerga 200 kilo litr bergan. Hop, Kam berganda har berishga misol 40 kilo 5 marta bergan. Kam bergan. bo'ldimi? Ha, keyin 200 kilomi? ha 200 kilo, keyin yana 400 500 kilo bergan. Общий 500 kilo. 500 kilo bergan, keyin nima urgan? Bu kadar opgan nima bor-ku? Eko izabion urgan, keyin eko topaz. Shuni urgan. Keyin vertime urgan bir marta. Halaga просто kasalligiga vertime shu bu kadar berdi menga. Keyin men karvon urug'ni men hosilni ko'ryapmiz. Kasallikka chidamlilik darajasi hozir ikkita dalani ko'rsatdik. Ana halak sal karvon sal yoshroq ekan. Qaror o'rtada bir 2 kun issiq bo'lgan, shturish o'lib qolgan hosili. Buni misol uchun chidamlilik darajasi kasallikka, issiqqa Bu kasalligiga chidamli ichadamlik. Palaka zo'r. Barga qo'yapsizmi mana bu? Bu zo'r tarvuz. Bu yegan eng zo'r urug'. Bemalol ekish Tavsiya. mumkin u tarvuzni. misol uchun Xavotir bo'lmasin. dehqonlarimiz mana boshqa qo'shni davlatlardan chiqishadi. Men yoki boshqa joylarga ekishaman deydi. Men 30 gektar, 40 gektarga tarvuz ekaman deydi. Juda katta maydonga. Bemalol qo'rqmasdan shu navda tavsiya qilsa bo'ladi. Misol siz dehqon sifatida. Shu tavsiya beramanki, shu urug' eng zo'r urug', Eng zo'r. eng zo'r. Necha yildan beri tarvuz ekasiz? Men bitta Yo, umuman ya dehqonchilik qilasiz. 91-yil boshlaganman. Akam bilan boshlagan. Biz akam Toshkentda pomidor
Oddining zanimasdan. U 5 o'tgan yil, 34 yildan beri Ha, dehqonchilik. o'tgan yil o'tdi u. Toshkentda, O'zbekistonda nima qilgan? Kamida yil tarvuz ekkansiz. Ha, O'shalarning ichidan 2 gektar, 3 gektar ham ekkanman. o'shalarning ichidan bemalol bu yaxshi, Eng Deb- zo'r shu. eng zo'r. Shu vaqtgacha ekkan tarvuzlaringiz ichida. Endi men bizni misol uchun Tojikistonda ham dehqonlar tomosha qiladi-da, ya'ni hozir ikkalamiz o'zbekcha misol uchun razgovor olib ketyapmiz-da. Tojik tilida shu dehqonlarga bir yaxshi bir anaqa shu urug' tarvuz to'g'risida bitta qisqacha bir Tojikchalar gaping nima? xarakteristika bering. من دائما توصیه میتونم که همین تربوز گیگان در همین نوحه مسشو یک تربوز بهترین است. بیارش پرتاقته است. در تمام چیز طاقت نگیرد. گرمی بریم سال شما گرمی دیدن چند گرادس بود؟ نیچی گرادس بود؟ 45 Tojiki گرادس. gazdan gel. 45 گرادس گرمی دیده؟ کوراسمی 45 گرادس کرد. در 45 گرادس زمین طاقت کرد. 45 گرادس خیلی اختاگی شد که تربوز پزم. همین گرمی tarvuz pizov nega tarvuz sherinish deydi. Chiqala bu xod baad yashmak shimon. Behtarin. Hurmatli tojikistonlik akalar, dehqon akalar, baribir Tojikiston xalqi O'zbekiston xalqi bilan juda bir-biriga o'xshash, yuraklar, qalblar bir-biriga juda yaqin xalq hisoblanadi-da. Sababi o'zimiz misol uchun kelganimizga 1-2 soat bo'lgan bo'lsa ham juda mehmondo'st sifatida qabul qilib, kelib mehmon qilib, bizni kutib olishdi. Kimga shu navli tarvuz urug'idan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning raqamlarga aloqaga chiqinglar. Agar biz Toshkentda Akimet 120 km masofa, 120 km bemalol o'tsalaringiz ham, misol uchun adresimizga ko'rib, gaplashib, tavsiya qilib, shu navlardan boshqa navlari bor. Ne только tarvuz, qovun, pomidor, bodring, makka jo'xori, beda, piyoz farqi yo'q, hamma navlardan bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Respublika bo'yicha chegaragacha iloji boricha misol uchun dastlabki xizmatlarimiz bor. Agrotexnikasiga ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Agar yangi dehqon bo'ladigan bo'lsa, aka siz bilan ham tanishganimizdan xursandmiz aka. O'tizlar, xudo xolasa mehmon qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Brend urug'lar kanaliga obuna bo'linglar. Tarvuz ekaman degan dehqonlarga tashlab qo'yinglar. Bitta like bosib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Bu yerda tarvuzni o'zasimi mehmon? Suyasimi ko'ramiz ichi qanaqa. Mayli, Olib so'yveramiz. keling tarvuzni. Hozir شاید بعضیاتون گوید که یه تربوز جدا کرده تعریف کرد، لیکن اینش هم واقعا Siz Azimjon رنگ خوب داره. baho bering. Ishini ko'rsatib. Odam baho aytgan, men guftam To'g'ri, o'rnadim. Baho bering siz. دونش کم. Baho bering. بطور ریشه کردگی ندارنش. 99 desa noto'g'ri bo'ladi. Shu 101lar baho beraveramiz. Ana. Yaksidi yak. Hozirgi vaqtda mana shu 14-15 kiloligi mana shu hududda qancha sotiladi? Necha pul narx? Necha somon? Ikkitaga bo'lib yuboring, Jasur aka iloji bo'lsa aka. Optim goldir. Ham yaxshi so'ydingiz aka. Aytdim. Narx shuye. Mune unkisyon kars. Bunaqasi bitta bo'g'im. Qalindagi. E'tiborlar